Milan yarim himoyachisi Luka Modric faoliyati davomida birga ishlagan murabbiylar haqida gapirib, ular orasida kim eng qattiq qo'l ekanligini ochiq aytdi. Shuningdek, u Real davrida, ya'ni Cristiano Ronaldo bilan bog'liq bir voqeani ham eslab o'tdi va bu epizod muxlislarning qiziqishini yanada oshirishi tayin. Hoziroq sahifamga obuna bo'lib qo'ying, shunday ma'lumotlardan quruq qolib ketmaslik uchun. Modricning ta'kidlashicha, Jose Mourinho uning karyerasida alohida o'rin tutadi, chunki aynan portugaliyalik murabbiy uni Realda ko'rishni xohlagan va Modricni o'zi ham tan oladi. Agar Jose bo'lmaganda ehtimol u Madridga kelmas edi, faqat afsuski ular birga ko'p ishlab ulgurmadi, hamkorlik atigi bir mavsum davom etgan. Suhbatda Modricga qiziq savol berildi. Mourinho, Carlo Ancelotti va Massimiliano Allegri orasida kim eng qattiq qo'l? Javob ikkilanmasdan keldi. Mourinho. Eng shov-shuvli joyi ham shu yerda. Modric aytishicha, u kiyinish xonasida Mourinho Ronaldoni yig'latib qo'yganini ko'rgan. Sababi esa oddiy, lekin Realda klub uchun juda katta. Ronaldo maydonda odatda borini bergan, ammo bir epizodda raqib himoyachisining ortidan yugurmagan. Mourinho shu holatni kechirmagan va uni qattiq tanqid qilgan. Natijada Ronaldoning kayfiyati butunlay singan. Modric Mourinhoning asosiy xususiyati sifatida to'g'ri so'zlik va halollikni tilga oladi. Uning aytishicha, Jose katta nomlar bilan ham, yangi kelgan futbolchilar bilan ham bir xil tarzda gaplashgan. Agar aytish kerak bo'lsa aytishadi, yumshatib o'tirmaydi. Shu nuqtada Modric Allegrini ham eslab o'tdi. Max ham xuddi shunday to'g'ridan-to'g'ri inson, to'g'ri-noto'g'rini yuzaga aytadi. Modricning xulosasi oddiy, futbolda ham, hayotda ham asosiy narsa halollik.